O'zbekistonda kelin qaynotaning iltimosiga ko'ra Lionel Messi tasvirga kelin salom qildi. Qaynota Barselona futbol klubining katta muxlisi ekan. U butun uyni klub bayroqlari bilan bezagan va Lionel Messining bo'yi bilan teng suratini o'z rasmiy yoniga osib qo'ygan. Shu sababli kelin uning iltimosiga binoan Messining tasviriga qarab kelin salom bajargan. Nahotki kuyov bola shunchalik bo'lsa, voy nima degan gap bu? Xaloyiq, biz erkaklarimizga nima bo'lyapti? Birinchidan, rasmga salom qilyapti. Rasmga-ya. Ikkinchidan, Messi rasmiga salom qilyapti. Messi kim u? U ko'ti yo'qsiz. Na o'sha to'y qilayotgan oilani taniydi, na u kuyovni taniydi, na kuyov dadasini taniydi, na kelinni taniydi. O'zi umuman sani shahring borligidan uni xabari yo'q. O'zbekiston borligidan uni xabari yo'q. Bir qulog'iga ilinib eshitilib qolgan bo'lsa bilmayman, atak. Shunchalikka boryapmizmi? Fanatizm. Shunchalikka boryapmizmi fanatizm bo'yicha? Kelinlarga Messi rasmiga salom qildirishchalik fanatizmga boryapmizmi biz? Bu fanatistlarga tek qo'yib bersa, Messi tug'ilgan kuni qo'y so'yishadi. Uchinchidan, kelinga kelin salom qildirishga o'zi noto'g'ri. Shuncha yuzlab odamlarning oldida kelinni egiltirish. Bitta harakatda 3 ta xato. Nahotki kelinni o'zi ham bu ishni qilmayman demagan bo'lsa, nimaga bunchalik yaxshi ko'rasizlar bu Messi, vobsheta Ronaldo kim bo'lishidan qat'iy nazar, kim bo'lishidan, nima qilgan bo'lishidan qat'iy nazar, qadriyatlarimizni, e'tiqodimizni oyoq osti qilib rasvosini chiqarishga arziydimi shu shaxslar? Bir-birimiz bilan tortishishimizga, bir-birimiz bilan urushishimizga, bu zo'rmi deb oramizga oraliq ochishimizga arziydimi o'zi bu insonlar? Boru shukr qilib shu paytgacha futbolni fasiga ham qiziqmaganimga shukr qilib boru. Umumiy olib qaraganda ham bu to'yda kelinni ustidan kulingan ochiq bilinib turibdi. Mantiqan olib qaraganda ham kelinni egilishi qanchalik to'g'ri? Qulmu. Ano kelinlar haqida ishlanayotgan seriallar bor-ku, hammani joniga tekkan seriallar. Ertaga ashalar ham yangi serial chiqarsa hech hayron qolmayman. Messi rasmiga egilgan kelin deb. Bu deymiz-ku, qisman bu maynavozchiliklarga, qisman bu kelinlar haqidagi g'alati seriallar va g'alati mishmishlarga o'zimiz ham sababchi bo'lyapmiz. Birodar, yaxshilab eshitib oling. Agar mujik bo'lsangiz, haqiqiy erkak, mo'min bo'lsangiz, ayolingizni birovlar oldida egiltirib qo'ymaydi, do'ng qaytaradi. Haqiqiy erkak ayolini ko'klarga ko'taradi, birovlar oldida yer bilan bitta qilmaydi, qarochi. Yana Messi rasmiga. Messi rasmiga-ya. O'chir.